bor charchatdi uy xayol unutilmabdi bu yor hidi chiqdi mahorkani yig'ilib ketdi ko'pchilik bunani ham dardi bor nuda vaqtinchalik atrof tuman mani xayollarim sof so'g'otga qarasam 5 bo'pti ke do'st qo'yding yana bitta tushili o'zing bilasan bu kunni unutib bo'lmaydi-yu bitding yuzing qizarib ochilmayapti ko'zlaring bo'lsa uyg'onmasang eshitilmayapti gaplaring sanchu to'ning uxlab qo'ysam gaplashib o'tirsan kirib ketaysan atrofda shu guna taqillab qoldi eshik o'g'aynimni vohimma do'zasi beshini bo'ldi o'zingni bos vohimani tarqatma mehmon kelibdi ani uxlayapti uyg'otma oradan yarim soat yetilib keldi hamma yoddan chiqdi ancha xayolli drama bo'lib adamam uyga borish kerak ko'zlagi nafta kristal qilish kerak keldi mashinam menga biznes klass muzonni qo'ydirdim o'tirib siras qani hayda endi manzilim tomon uyda kutyaptilar uxlamasdan onajon kechiring onam mana bu o'g'lish sho'xroq har kun uydanam bugun siqildim ko'proq charchatdi mani har xil o'y xayol hali sizga olib kelaman nafis bir ayol ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi vaqt shu voqealarga ham 5 yil bo'pti naq hozir bara boshqacha do'stlar uzoqda hammasi oilasi uchun ishlab yuribdi-da bu aytilgan gaplar o'tmish xolos hozir bara boshqacha gaplarim rost ko'nglim xotirjam hozir oilasi bor kichkina prinsessa katta bo'lyapti zo'r o'zimga kelsa ish uy xarajat bekorchi yurishlarga yetmaydi vaqt oilam uchun hozir faqat harakat kelajagimga atadim yaxshi niyat har xil shahar bo'ylab aylantirib onajon xayoldan chiqardim unutdim jannonni orzuli tomon yo'limiz bepoyon belim singunicha harakatim onajon